Biznes boshlashda asosiy 3 ta qadamni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik biznes boshlashda qanday biznes boshlasam bo'ladi degan savollar bilan bizga murojaat qilishadi. Birinchi qadam siz o'zingizni nishangizni topib olishingiz. Ya'ni siz kim bo'lmoqchisiz, qanday kasb egallamoqchisiz, shuni bilishingiz, ya'ni aniq bitta nishani tanlab olishingiz, aniq bir kasbni tanlab olishingiz kerak. Ikkinchisi bu aniq bir maqsad qo'yishimiz kerak. Ya'ni men shu sohada mana shunaqa natijaga erishaman va shu sohada shunaqa ko'raman o'zimni degan bir aniq bir maqsad bo'lishi kerak. Uchinchisi shu soha bo'yicha bozorni o'rganish kerak. Ya'ni bozorni o'rganib, tahlil qilib chiqib, nimadan keyin nima bo'ladi, qanday boshlasam bo'ladi, raqobatchilarni o'rganish kerak. Masalan, men qanchadan sotsam bo'ladi, o'zi qanchadan olaman, foyda qancha qoladi. Ya'ni siz bozor tahlil qilib chiqib, mana shu 3 ta qadamni biznesingizda qo'llashingizdan keyin sizda natijalar boshlanadi. Bundan keyingi qadamlar juda ham ko'p. Keyingi videolarimizni kuzatib boring va men sizga bundan ham zo'r foydali maslahatlarni berib boraman.